Ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun biz sizlarga kalkulyatordan qanday foydalanishni tushuntirib beramiz. Xo'p. Kalkulyator ko'pchilik joyda, ko'pchilik o'quv markazlarida, maktablarda ishlatish o'rgatilmaydi va shunga guvoh bo'lamanki, men o'zim dars o'tayotgan paytimda ko'pchilik misol berganimda kalkulyatorsiz miyada ishlashga, hisoblashga harakat qiladi, lekin bu hayotni qiyinlashtiradi o'zi aslida. Kalkulyatorlar nima uchun? Hamma telefonda kalkulyator bor o'zi aslida. Uni bemalol ishlatishimiz mumkin. Hozirgi paytda hattoki ko'pchilik imtihonlarda, SAT imtihonlarida, bizni MDIST matematikadan oraliq va nazorat imtihonlarida kalkulyatorga ishlatishga yo'l qo'yilgan. Shuning uchun birinchi navbatda biz kalkulyatorni qanday ishlatishni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki berilgan misollar kalkulyator ishlatishga mo'ljallangan hisoblanadi va uni miyada hisoblashingiz juda ham qiyin bo'ladi. Shu sababli kalkulyator ishlatishni bilishimiz ma'qul. Mana kalkulyator. Ko'pchilik ishlatadigan kalkulyator mana shu. Juda ham kichkina scientific kalkulyator. Buni ishlatishni o'rgatamiz. Birinchisi, qarang. Qanday yoqiladi? Kalkulyator o'chiq hozir. Yoqish uchun biz on tugmasini bossak yoqiladi. O'chirish uchun off tugmasi bosiladi. Shunaqa shaklda yoqish mumkin. Eng oddiy amallardan boshlaymiz. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish bor. Mana birinchi navbatda sizga kalkulyator sotib olganingizda sotuvchi aytish mumkin, kalkulyatorni tekshirib ko'ring deb. Qanaqa tekshiramiz? Men o'zim ishlatadigan usul bor. Bu 1 dan 7 gacha sonlarni yozamiz. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 yozmaymiz, 9 bosamiz va bu sonni 8 ga ko'paytirganimizda natija 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 chiqishi kerak. Mana shunaqa shaklda biz kalkulyatorni tekshirib olishimiz mumkin. Oddiy amallar bajarganimizda amallar tartibi bo'yicha kalkulyatorimiz o'zi ishlaydi. Misol uchun qo'shish ayrishda nima deymiz? 12 plus 3 desak, barobarini bo'lsak natijasi chiqarib beradi. Yoki 12 plus 3 va minus bosganimizda natija 15 chiqadi. Undan keyingi son ayriladi. Minus 1 deb barobarini bossak 14 chiqadi. Agar amallarimizda ko'paytirish bo'lish bajarilsa, agar ko'paytirish bo'lish, unda kalkulyatorimiz o'zi avtomatik ravishda ko'paytirishni birinchi bajaradi. Misol uchun deylik, 1 plus 2 ko'paytiruv 3. Ko'rasizmi? 2 ko'paytiruv 3 deganimizni birinchi bajaradi, 6 bo'ladi. Undan keyin 1 qo'shiladi. Natija 7 chiqadi. Demak, bu kalkulyatorda amallar tartibi bo'yicha birinchi ko'paytirish bo'lish bajariladi, keyin qo'shish ayirish avtomatik ravishda bajariladi. Uni yozish qanaqa amalga oshirishdan qat'iy nazar. Keyingi yana asosiy amallarimiz juda ko'p uchraydigan amallar bu kvadratga oshirish va ildiz chiqarish. Bu amallar mana pastiga ikkita nuqta orqali amalga oshiriladi. X kvadrat hamda ildiz. Misol uchun 3 ning kvadratini olganimizda x kvadratni 3 ni bosamiz va x kvadratni bosganimizda 9 natijasini beradi. Xuddi shunaqa bu 9 dan ildiz chiqarganimizda kvadrat ildiz 9 dan 3 natija beradi. Demak, sonni o'zi bo'lish kerak, undan keyin funksiyani bosganimizda natijani keltirib chiqaradi. Keyingi amal bu istalgan sonning istalgan darajasini olish. Buning uchun sonni birinchi yozamiz. Misol uchun 5 yozdik. Uni 3-darajasini topishimiz kerak. Biz mana bu y ni x-darajasini funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni 5 ni yozdik, uni bosamiz. Undan keyin misol uchun 5 ni 4-darajasi kerak. 4 ni bosamiz va barobar deganimizda bizga 5 ni 4-darajasini keltirib chiqarib beradi. 5 ni 4-darajasi 625. Keyingi amal bu logaritm. Logaritmda bizda ln hamda log funksiyalari bor. Ln bu y asosga ko'ra logaritm hisoblaydi, log esa 10 asosga ko'ra logaritm hisoblaydi. Misol uchun 100 deb oladigan bo'lsak, log 100 deganimiz, ya'ni 10 ning nechinchi darajasi 100 chiqadi degan savolga javob beradi. Demak, agar buni logni bosganimizda bu 2 bo'lib chiqadi. Ya'ni log 100 deganimiz 10 asosga ko'ra logaritm 100 niki 2 ga teng bo'ladi. Xuddi shunaqa shaklda ln ni ham topishimiz mumkin. Deylik, 5 sonini ln desak, ln 5 ni topgan bo'lamiz. Birinchi sonni yozamiz, keyin ln funksiyani bosganimizda 1,60, 94 va hokazo son chiqib keladi.
Keyingi funksiyalar bu trigonometrik funksiyalar hisoblanadi. Trigonometrik funksiyalardan oldin biz burchakni qanaqa shaklda yozishimizni belgilab olishimiz kerak. Bu burchak gradusda berilyaptimi? Gradusda berish uchun biz degree, yuqoridagi degree funksiyadan foydalanamiz. Agar burchagimiz radianda berilsa, radian deganimiz 15-20 gradus emas, 1 radian, 2 radian, 3 radian shaklda. Radianda biz pi taqsim 3, pi taqsim 5 va hokazoni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Radianda berilganda biz mana bu funksiya yuqoridagi drg funksiyasini ishlatamiz. Agar buni bitta bossak, degree ya'ni gradusdan radianga o'tadi. Radiandan yana bitta bossak, gradga o'tadi. Grad bu yoyiq burchakni 180 gradus emas, 200 grad deb oladi. Demak, biz asosan gradusda, ya'ni degree da hisoblaganligimiz uchun deg degan funksiyani ishlatamiz. Misol uchun 30 gradusni sinusini ko'pchilik biladi. 30 ni bosamiz. Sinus funksiyasi mana bu yerda. Sinusni bosganimizda 30 gradusning sinusi yarimga teng, ya'ni 0,5 chiqadi. Keyingisi endi tangens funksiyani tekshirib ko'rishimiz uchun 45 gradusni tangensi 1 ga tengligini ko'pchilik biladi. Demak, nima deymiz? 45 gradusni yozamiz. Undan keyin tan desak 1 chiqazib beradi. 45 gradusning tangensi 1 ga teng. Yoki 60 gradusni kosinusini olishimiz mumkin. 60 gradusni kosinusi 60 deb yozamiz. Kosinus funksiyani bosamiz. Shunda 0,5 chiqadi. Demak, biz asosiy trigonometrik funksiyalarni kalkulyatorda hisoblashni ham ko'rib chiqdik. Endi juda ham ko'pchilik do'konlarda ishlatish mumkin yoki statistika ma'lumotlarini har xil hisoblashda ishlatish mumkin bo'lgan funksiyalar bor. Bu kalkulyator xotirasidan foydalanish. Kalkulyator xotirasiga doir funksiyalar mana bu yerda m+, mr va x m chiqarib yordi. Mana shu funksiyalar bor. M+ deganimiz har gal sonni xotiraga kiritib boraveradi qo'shib. Misol uchun deylik, 3 ni kvadrati, 4 ni kvadrati, 5 ni kvadratini xotiraga qo'shib borsin. Uning uchun nima qilamiz? Qarang, 3 ni yozdik. Kvadratini hisoblaymiz, kvadratga oshiramiz. Bu funksiyalar asosan statistikada juda ham qo'l keladi. 3 ni oldik, kvadratini yozdik, 9 chiqdi. Buni xotiraga olish uchun m+ tugmasini bosaman. M+ tugmasini bosishim bilan bu 9 kalkulyator xotirasiga joylanadi. Keyingi son 4 ni kvadrati. Mana 4 ni bosdim, kvadratini oldim. Bu 16 ga teng. Agar m+ ni bossam, boyagi 9 soniga 16 ni qo'shib qo'yadi. M+ ni bosdim, bu 16 ham xotiraga qo'shildi. Keyingi son 5 ni kvadrati. 5 ni kvadratini hisobladim, 25. Bu m+ sonini, m+ tugmasini bossam, keyingisi yana qo'shilib boraveradi. Demak, natija 9 ga qo'shdim, 16 ni 25 bo'ldi. 25 ga yana 25 qo'shdim, bu 50 bo'ldi. Demak, uni ko'rsatish uchun mr funksiyasini bosaman. Mr funksiyasi mana bizga 50 ni ko'rsatib beradi. Demak, biz sonlarni kvadratlarini qo'shib borishimiz yoki ildizlarni qo'shib borishimiz, qaysidir sonlarni kosinuslarini, sinuslarini, tangenslarini qo'shib borishimiz uchun mana shu xotira funksiyasidan foydalanishimiz mumkin ekan. Bu juda ham foydali. Endi bu xotiradan qanday chiqib ketish mumkin? Biz 10 ni bosamiz, 0 ga keladi. X m dan chiqib ket, ya'ni xotiradan chiqarib yubor deyish uchun yuqoridagi tugmani bosamiz. Shunda u hammasi xotiradan chiqib ketadi. Endi ko'pchilik do'konlarda foydalanish mumkin bo'lgan kalkulyatorlar bor. Ularda ham xuddi shunaqa xotira funksiyasini ishlatish mumkin. Misol uchun bitta odam keldi, 3 ta mahsulot sotib oldi, bir xil 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan oldi, barobar deyman, bu 36 ming bo'ldi, xotiraga kiritib qo'yaman. Keyingi mahsulotni oldi, misol uchun 53 ming so'm. Bu mahsulotdan oldi 2 ta, ko'paytiraman 2 ga. Ya'ni barobar desam 106 ming chiqdi. Uni xotiraga qo'shib qo'yaman. Yana bitta keyingi mahsulot oldi, u 32 ming so'm. 32 ming so'mlik mahsulotdan 4 ta oldi. Barobar deyman, 128 ming chiqdi. Buni ham xotiraga qo'shib qo'ydim. Endi agar men mr ni bossam, hamma olgan mahsulotlarimni jami narxi kelib chiqadi. Demak, u 270 ming so'm bo'ldi. Mana shunaqa shaklda biz do'konda ham kalkulyator orqali biz hamma mahsulotlarimizni jami narxini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bugun oddiy kalkulyatordan qanday foydalanish mumkinligini sizlarga tushuntirib berdim. Umid qilamanki, kalkulyator bilmaydigan, ishlatishni bilmaydigan tomoshabinlarimizga bu juda ham foydali bo'ladi. Agar kalkulyatorni bilmaydigan o'rtoqlaringiz bo'lsa, bu videoni o'rtoqlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yanada foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'ying.